Hammaga salom do'stlar. Men banker Minecraft Vijvanya ikkinchi qism katta bo'sh maydon topamiz degandik. Kichkina bo'lib qolayotganida katta bo'sh maydonni hosil qildik. Birikta joylarni portlatishga to'g'ri keldi. Tinitilar afsusga qolmadi. Mana bu yerlarga daraxt ekib tashladim, 2 dona. Daraxtni urug'larini ana bu yoqqa olib. Daraxtlar ana shu yoqda qoldi boshqa do'stlar. Faqatgina shu yoqda qoldi. Daraxtga endi chopmayman-da do'stlar. Shuncha yig'ib qo'yganman. 40 ta faktor, 4 ta ovqat. Steak olib qo'yganman, steak. 53 ta bo'lgan, 55 ta steakim bor. 4 stak tosh, 2 stak daraxt, 1 stak 5 ta doska, 1 stak zina. O'rindiqqa ham zinaga ham ishlatayoraman-da. Verstak bu yoqqa qo'yish kerak. Do'stlar, aytmoqchi, temirlar ko'pi ketib qoldi. O'zingiz ko'rib turibsiz, shuncha narsaga yig'ishga temir kerka, temir bolta, mana shunchagina temir qoldi. Hozir 14 tagina temir qoldi do'stlar, 14 ta. 43 ta temirdan 14 ta, 43 tamidi nechtadir edi. Esimda yaxshi yo'q do'stlar, qarachi falokat bak bo'lyaptimi do'stlar? Qarachi bugun biz ichkarini qilamiz do'stlar. Ichkari tarafda qilamiz. Kim tushunganimiz tushunmaganlar ketdi. Qarachi bir stagini olamiz, buni ham olamiz, buni ham olamiz. Fakellarni 24 tasini olamiz. Qarachi bu hovliga kiramiz. Bu hovli do'stlar, hovli shuncha katta bo'lami desa-da hovlini. Mana bu yerni tozalamadim. Falokat gullar o'sib ketdi, bu yerni quraman deganim do'stlar. Qancha ko'p vaqt. Video yonoq deb o'ylasam, shuncha bekorga sarflandi. Va shuncha narsa dabdala bo'ldilar do'stlar. Shuncha joyga tozalab oldik. Shuncha joyga tozalab olgan bo'lsak, bunda mana o'zi qayerdan qurmoqchiman? Qaysi tarafdan quray? Ikki chekkadan qursamikin? Mana shu qayerdan qurishni bilmay qoldim. Bo'ldi. Mana shu yerdan qura boshlayman. 1, 2, 3, 4. Tez qornim ochildi. Stekdan baxam ko'raman, 4 ta qo'yildi. Nechiga nechi bo'ladi desangiz,